Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz sport muxlislari, futbol ishqibozlari. Chorshanba yana siz bilan ko'rishib turibmiz va Mixball efirda bir haftadan so'ng biz oraliq masofada bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilishimiz kerak va qaysi birindir o'rtaga olib chiqishimiz kerak, markazga olib chiqishimiz kerak. Nazarimda hozir Qatarda bo'lib o'tayotgan U17 jahon chempionati bu eng katta mavzu. Bundan tashqari yana bir xabar o'rtaga chiqdi. Milliy jamoa bosh murabbiy sifatida ishlagan, keyinchalik esa Fabio Cannavaro jamoani qabul qilib olgach shtabda bir muddat bo'lgan, jahon chempionatiga terma jamoamizni olib chiqqan Timur Kapadze terma jamoadagi faoliyatini yakunlagani haqida rasman e'lon qilindi va shu bahonada kun tartibidagi voqealarni ham xususan muhokama qilish, kelajak haqida suhbatlash uchun Timur aka bilan bugun yig'ildik. Assalomu alaykum Timur aka. Assalomu alaykum. Rahmat taklifni qabul qilganingiz uchun. Timur aka, bir davrni ortda qoldirdingiz faoliyat nuqtai nazaridan. Menimcha bu juda ham katta davr bo'ldi. Men faqatgina milliy jamoani nazarda tutmayapman, Olimpiya terma jamoasi ham bor edi. Hozir o'qiyotgan xabarlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, faoliyatingiz baribir endi boshqa jabhada kechadi. Bu klublar bo'ladimi yoki xorij terma jamoalarimi, har holda ularga ko'tarmiz. Hozir o'zingiz nimalarni his qilyapsiz? Qandaydir davr ortda qolganini baribir his qilayotgan bo'lsangiz kerak. Assalomu alaykum. Albatta, birinchi navbatda bu davr 4 yil davomidagi davr, albatta menimcha yaxshi taassurotlar bilan qolgan davr, chunki terma jamoa har doim hamma narsadan ustun turgan va albatta Olimpiyadaga chiqish vazifani qo'yishganda o'shanga uslanganimda bilasizlar qanchalik yo'l o'tildi, yoshlar bilan ishlash, ularni tayyorlash, ularni tayyorgarligi, uning orasida chempionat, FIFA kunlari, terma jamoa, Osiyo chempionati o'zimizdagi, Osiyo o'yinlari, keyin yana Osiyo chempionati katta musobaqalarda o'tildi. Katta yo'lni bosib o'tdik. Xudoga shukr, oxiri hammasi yaxshi tugadi. Har bir musobaqada, har bir oldimizga qo'ygan vazifani yorug' yuz bilan bajardik. O'shaning uchun katta tajriba yig'dik. Bu davrda ichida hamma narsani qanaqadir vaqti kelar ekan, nima balkim oldida yana ham yangi bosqichga turgani uchun balkim shunaqa bo'lishi kerak. Lekin shu terma jamoada ishlaganimda, Olimpiya terma jamoasida, milliy terma jamoada ishlaganimdan juda faxrlanaman va nasib bo'lsa balkim kelajakda yana bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda albatta bilasizlar, yangi murabbiy keldi va albatta yordamchi bo'lib qolish ehtimoli ham bor edi. O'zi boshda kelgandan keyin rahbariyat bilan ham gaplashdim. Agar ruxsat bersangiz, men o'zim ishlaganim yaxshi, foydaliroq bo'ladi o'zim uchun ham, o'sish uchun ham. To'g'ri, mana shu ikkita oldimizda turgan yig'inda yordamlashaman, chunki yangi murabbiy baribir kirishib ketishi kerak. O'yinchilar tanimaydi, muhitni bilmaydi, kim nima qiladi, kim qanaqa havo bor ichida, qaysi futbolchilar bor, hamma narsani albatta o'sha birinchi yig'inda tushuntirdik, savollarga javob berdik, ko'rsatdik, birga ishladik. Endi bu yog'iga o'ylaymanki, murabbiy yomon emas, yaxshi, tajribasi ham bor, futbolchi sifatida ham ancha yuqori natijalarga qo'lga kiritgan va murabbiy sifatida ham rivojlanyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, terma jamoada hammasi joyida bo'ladi va biz endi yo'limizga davom qilamiz. Albatta hozirgi kunda takliflar kutyapman. Bu takliflar ham bor o'zi, yo'q emas. Ko'rib chiqyapmiz, analiz qilyapmiz. Endi albatta qaysi biri yaxshiroq, munosibroq bo'ladi, shuni olib harakat qilamiz, chunki biz murabbiylar endi shunaqa jarayon, har doim har bir jamoaga borsangiz ishlash kerak, natija qo'lga kiritish kerak, ko'rsatish kerak. O'shaning uchun yaxshi natija, o'sha oldiga yuqori maqsad qo'ygan jamoa bo'lsa, albatta olib harakat qilsa bo'ladi. Shu tomonga burilgan ekan, darhol so'rab o'tib ketay. Hali menimcha yana qaytamiz, lekin kecha men ko'ryapman tasmani, ya'ni xabarlar tasmasini, ba'zi hatto jiddiy bo'lgan nashrlar ham Indoneziyadagi manbalarga tayanib, siz Indoneziya terma jamoasi bosh murabbiyi bo'ladi degan xabarlarni tarqatishyapti. Indoneziya bilan o'zi qanaqa jarayon? Endi jarayon o'zi ular chiqmagandan keyin boshlandi. Mana shu Cannavaro kelgandan keyin jarayon boshlandi. Qaysi ma'noda? Ularda o'sha Kluivert ketgandan keyin kandidatlar ko'rib chiqishni boshlandi. Albatta muxlislari menga yozishni boshladi.
shunaqa terma jamoaga kelsangiz yaxshi bo'ladi, biz ham jahon chempionatiga chiqmoqchimiz degan kelaverdi mana shunaqa narsa. Va albatta u yerdagi o'sha jurnalistlar orasida yoki televideniyadagi borgan podkastmi yoki boshqa o'sha yerdagi rasmlar bo'lsin, o'sha men to'g'rimdagi o'sha 3-4 trener bo'lsa, ular orasida men ham borman degan narsalar yuborishardi. Shu mana shunaqa boshlangan jarayon jiddiylashdi. Hozir endi kecha kuni albatta aniqki o'sha terma jamoadan ketdim deganda albatta yana bu kuchga kirgandek bo'ldi. Albatta gaplashildi. Endi qanchalik bu bo'ladi, bo'lmaydi, bu nasib narsa. Albatta yana 1-2 ta kandidat bor. Lekin taklif qilishdi, borib kelib o'sha yerda joyda tanishib, ko'rib, o'sha infratuzilma bo'lsin, o'sha insonlar bilan ko'rishib, media bilan yoki rahbariyat bilan ko'rishib kelsangiz yaxshi bo'ladi degan taklif bo'ldi. No, qanchalik bo'ladi, endi borib kelgandan keyin ma'lum bo'ladi-da. Lekin hozirchalik bu hali protsessdagi narsa bo'ladi, bo'lmaydimi, uni ham ko'ramiz. Nimadir menga bog'liq bo'ladi, nimadir ularga bog'liq bo'ladi, lekin hozirgi kunda jonlandi bu narsa va Instagram bo'lsin yoki boshqa internet tarmoqlar bo'lsin, Indoneziya muxlislari ancha faol va tindirishmayapti. Faqat o'sha yozib keling bo'layotgan narsa. Bir tarafdan xursandman. Albatta Indoneziya Osiyoning eng katta nufuz, ya'ni nufuzga egasi, musulmon davlat uni ustiga va Indoneziya rivojlanyapti. Futbolni endi men baribir qiziqdim-da, tanishlardan qiziqdim. Qanaqa o'zi hatto futbol o'zini chempionati qaysi darajada, o'zi umuman muhit qanaqa. Endi bitta narsa edi, futbolda nomer 1, nomer 2, nomer 3 futbol birinchi o'rinda keladi va futbol juda yaxshi ko'rishadi va anchadan beri hozir rivojlanish payti, katta investitsiyalar kiryapti va o'shanga o'sha jahon chempionatiga chiqish niyatimiz bor degan narsa bor. Qarang, bu nasib narsa, o'zimizda ham bor, hozir boshqa davlatlarda ham, klublardan ham jarayonlar ketyapti. Qaraymiz qanchalik bo'ladi bu narsa. Agar suhbatni shu tomonga burilganini hisobga olsam, so'ramoqchiman. Klublardan takliflar borligini ham o'qiyapmiz. Masalan, o'zbek klublari, hatto Qozog'iston jamoalari yoki deylik yana boshqa mamlakatlardan takliflar bor deb yozilyapti va mana hozir terma jamoa haqida gaplashdik, ya'ni Indoneziya haqida. Siz o'zingiz oldingizda, masalan, real jiddiy tanlov bo'lib qolsa, nimalarni inobatga olasiz? Klub yoki terma jamoa? Endi albatta birinchi navbatda bu o'sha jamoa qanaqa oldiga vazifa qo'yiladi, bu balkim rol o'ynaydi. Ikkinchidan albatta endi terma jamoa bilan klubni baribir taqqoslash qiyin, chunki klubdagi ish boshqa jarayoni, terma jamoada boshqa. O'shaning uchun albatta terma jamoa boshqarish bu har taraflama, ya'ni prestijniy tarafdan ham yuqori bo'ladi, chunki bitta davlatni terma jamoasini boshqarish va ular bilan bitta natijaga erishsangiz, bu masshtabi kattaroq deb o'ylayman. Chunki agar chetdan shunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa, bir o'zbek o'g'loni qaysi davlatda terma jamoasini boshqarish bu zo'r narsa deb bilaman. Albatta o'ziga yarasha mas'uliyati ham, hamma yuki ham unga yarasha og'ir bo'ladi, yuqori bo'ladi klubga qaraganda, lekin ko'ramiz endi qanaqa klublar bo'ladi, o'sha qaysidir terma jamoalar bo'ladimi. Bu nasib narsa, agar bo'ladigan narsa bo'lsa bo'ladi. Biz endi borib ishlaymiz. Bugungacha o'zi shunaqa bo'lgan, oldimizga cho'q chiqqan jamoa bo'lsin yoki boshqa olganmiz, vazifani bajarganmiz. Shuning uchun albatta qanaqadir qo'rqish yoki boshqa narsa emas. Endi ko'p tanlov bo'lsa albatta qiyin. Tanlash qiyinlashib qolar ekan odam, chunki o'ylaydi qaysi biri yaxshiroq ekan, bu yaxshimidi yoki bu yaxshi degan narsa albatta savol bo'ladi. Lekin qaysigadir nasib bo'lsa, o'shanga borib ishlaymiz. Albatta qanaqadir yo'q, masjid bo'lsa yaxshi bo'lar degan narsa biz ko'ramiz. Bunda главное o'z ishimga, hamma narsaga ishongan holda yana o'sishim kerak, yana o'z ustimda ishlashim kerak.
kerak, yangi chunki futbol joyida turmayapti, o'syapti va yana ham o'sha nima deydi, o'zim uchun ham chaqiruv va o'zim uchun ham доказать, man yana ham ko'proq erisha olishim mumkin degan narsa bilan motivatsiya bilan ishlamoqchiman. Endi biz hozir terma jamoada ishlagansiz deb kelyapmiz, lekin siz Olimpik loyihasi, bu klub to'g'ri, noodatiy. U yerda yigitlar yig'ilgandi, keyin baribir siz Pro Ligani, Super Liga jarayonini bosib o'tdingiz. Klub tajribasi bor, albatta klub tajribasi bor. O'zi Olimpik o'sha sborniga trener bo'lishimdan oldin orada Qo'qon jamoasida ham ishlaganman. Ular ham ikkinchi davrani ular ham pastda yurganda harakat qilib olib chiqganmiz o'sha vaziyatdan. Keyin Lokomotiv bo'lgan, keyingi yiliga shunaqa yarim klub ishlab atgan vazifa bor edi. Tushib ketmaslik uchun harakat qilayotib turdi. Atdan ham chiqib ketdi. Undan keyin terma jamoa, albatta to'g'ri aytdingiz. Faqat terma jamoa emasdi, klub bo'lganda ikkalasidan birdaniga olib bordim va albatta nagruzka o'ziga yarasha katta bo'ldi, chunki deyarli dam olish uchun vaqt ham bo'lmas edi. Klubga kelasiz, klub bilan o'ynaladi, keyin pauza bo'lganda FIFA kunlarida terma jamoaga o'tardingiz. Mana shunaqa 3,5 yil davomida shunaqa rejimda ishladik. Lekin katta tajriba yig'dik. Eng asosiy albatta oldimizga qo'ygan vazifani bajara oldik. Bu eng muhimi menimcha. O'zi murabbiy faoliyatida shu har bir jamoa o'sha olgandan keyin g'alabasi, hamma narsasi bilan taqqoslashadi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi va albatta terma jamoa har doim aytgandek, har doim ustun. Buning uchun albatta rahbariyatga ham minnatdorchilik bildiraman. O'zi kelishgan holda ular ham tushunishdi, ruxsat berishdi keyingi faoliyatimda ishlash uchun. Umuman mana shu 4 yil davomida federatsiya har tarafdan qo'llab, sharoit bo'lsin, birgalikda mana shu vazifani uddalash uchun hamma narsani qilindi. Undan tashqari o'sha shtabim bo'lsin, har doim o'sha Olimpikda bo'lsin, Olimpiyskiy sbornida bo'lsin, milliy terma jamoada bo'lsin, chunki bu faqat men emasman-ku, hatto yordamchi murabbiylarim bor, keyin administratsiya, massajist doktorlar bor, xodimlar bor, futbolchilar bor. Albatta birgalikda bir yoqidan chiqarib harakat qildik va albatta eng katta bizga motivatsiya kuch bu albatta muxlislarimiz bo'ldi. Chunki har tarafdan bizni qo'llab-quvvatladi, har o'yinda bo'lsin, har doim duoda, iliq so'zlari bilan bizga har doim kuch berishdi. Mana shu 4 yil davomida menimcha biz bu hamma narsa erishgan narsamiz. Albatta hammamiz o'zimiz vazifamizni a'lo darajada qildik. Rahbariyat o'z yo'lida, biz futbolchilar, murabbiylar o'z yo'lida va muxlislar ham bu yo'lda biz bilan ko'mak bo'lib birgalikda mana shu natijalarga qo'lga kiritdik. Buni bemalol aytsa bo'ladi. O'shaning uchun hammasiga rahmat aytaman hamma narsa uchun va faqat omad tilayman kelajakda yana ham katta yutuqlarga erishish uchun. Keyin hozir shtabni aytdingiz. Mana Olimpiya terma jamoasida ham, milliy jamoada ham ishlaganingizda, ayniqsa milliy jamoada ishlaganingizda Olimpiyada bu birmuncha tushunarli edi. Asosan o'sha Katanisning yordamchilari bilan ishladingiz. Hozir masalan deylik sizda faol, ya'ni aktiv deymiz, aktiv shtab deylik taklif bo'ladigan bo'lsa o'sha xorijdan yoki biror klubdan o'zingizni demak yordamchilaringiz shtab mavjud. Yo'q, men o'zi terma jamoada ham qanaqadir o'zgarishlarga kiritmoqchi edim. Endi u paytda albatta katta o'zgarish qilmadim. Ketayotgan narsani tavakkalida buzmasdan albatta, chunki insonlar ham shu 3,5 yil davomida terma jamoada mehnat qilib ishlashdi va ularni ko'chaga tashlash noo'rinli edi va qaradim professional darajada yondashayotganligini. O'shaning uchun birga ketdik, lekin o'zi agar qoladigan bo'lganimda ham terma jamoada albatta 2-3 ta o'zi niyatim bor edi, xorijdan yaxshi murabbiylar taklif qilish, chunki ko'p o'sha menejerlar bilan, agentlar bilan gaplashganda ko'p rezyumelar yuborishdi, har xil jamoalarda murabbiylari. O'rganib chiqqansiz buni? O'rganib chiqqanman. Hozir ham bor anaqa spiskalar. Kim bo'sh hozir Angliyaning Premier Ligasida ishlagan o'sha Fispaga to'ka bo'lsin, yo yordamchi murabbiylar bo'lsin yoki Ispaniyada bo'lsin, ular ko'p. O'shaning uchun o'zi niyat
niyat ham shunaqa bor edi, даже maslahatchi bitta yaxshi murabbiy olib kelsa ham bo'lardi, даже shunaqa bo'ldi, что Gus Hiddingni ham gaplashsa bo'lardi yoki boshqa shunaqa tajribali mutaxassisni o'sha maslahatchi qilib chaqirsa bo'lardi. Ya'ni shunaqa ham variant bor edi. No, hamma narsa ozgina boshqa ketdi. Qaysi ma'noda rahbariyat endi boshqa murabbiyni tajribali o'sha jahon chempionatida birinchi marta ishtirok qilyapmiz, balkim shu ma'noda olib kelishga niyat qilishdi.